Zo'r o'qituvchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, bu 3 ta kitobni albatta o'qing. Birinchisi, Tom Xubiyarning NLP asosiy qo'llanmasi. Aynan bu qo'llanmada siz o'quvchilarga ta'sir ko'rsatish, auditoriyani boshqarish va fikringizni to'g'ri yetkaza olishning bir qancha texnikalarini bilib olasiz. Ikkinchi kitob Abdulfattoh Abu G'uddaning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ta'limdagi uslublari deb nomlangan kitoblar. Bu kitobda siz aynan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'llagan va hozirda ham o'z natijasiga ega bo'lib kelayotgan usullarni bilib olasiz. Uchinchi kitob esa mening samarali interaktiv metodlar 1.0 kitobim. Bu kitobda eng zamonaviy va o'quvchilarni darsda maksimum qiziqtirish mumkin bo'lgan eng zo'r texnikalarni bilib olishingiz mumkin. Darslaringiz va kurslaringiz sifatini oshirishdagi bilimlarni olish uchun sahifamga obuna bo'ling.